Mana buni qaranglar kelishini so'ppayib. Ha qanaqa kelay? Hamunda uchrashuvga kelganda gul-pul ko'tarib kelmaydimi? Voy, tushunmayman-da, shu qizlarni borib gulni nima qilasizlar, Barib so'lib qoladi-yu. Sizni nima qilaman? Baribir o'lib qolasiz-ku. Ketdikmi? Xurshid aka. Ha. Meni gullar bilan rasmga olib qo'ying. Qani gullar? Вот именно. Qani gullar? Gul qani? Gul qani? Nima degani? Xurshid aka, ayollarni ha degani, yo'q degani, ha degani, yo'q degani, balki degani, ba'zan ha, ba'zan yo'q degani. Tushundingizmi? Miyaga yomon hujum qilding, Mana. Voy! Mana ham senga. Bering. Ana, menga qara. Mana qorning to'ydi, to'g'rimi? Gulni ham olding. Sovg'ani ham olding. Ha. Endi aytasam nima xafa bo'lganing? Xayolimga boya birdan mendan boshqa qizlar bilan yurgan bo'lsa-chi degan narsa kelib qoldi-da. Shu vaqt siz aksirdingiz. Shunga shunchami? Ketdik. Voy! Qarang, qizlar to'yxonada meni tanlagan bo'larmidingiz? Qizlar to'yxona? Qizlar to'yxonada men nima qilayman? Bilmadim, qizlar to'yxonada siz nima qilyapsiz? Balkim sen aytgan uchun kirgandirman. Men vashita qizlar to'yxonadan ichkariga kirib oling deganim yo'qmi-ku? Ichkarida nima qilyapsiz siz? O'zing aytding-ku, hozir qizlar to'yxona. Men qizlar to'yxona bor dedim, ichkariga kirib oling degani yo'qmi? Yo, bu yoqishim yugurib kirib olish kerak. Chiroyli ekanmi o'sha qizlar? Xo'p. Seni tanlagan bo'lardim. To'g'ri javob berdimmi? Yo'q. Siz meni savolimga javob bering. Nima qilyapsiz qizlar to'yxonada? Agar bitta xonada to'la erkaklar bo'lsa, men u xonaga kirmagan bo'lardim. Ha, o'zing aytding-ku, hozir qizlar. Bo'ldi, gapirmang. Qarang-da, dunyodagi eng chiroyli ayol kim? Dunyodagi eng chiroyli ayol bu meni onam. Xo'p. Dunyodagi eng chiroyli ikkinchi ayolchi? Dunyodagi eng chiroyli ikkinchi ayol bu sen onang. Xo'p. Dunyodagi eng chiroyli uchinchi ayolchi? Uchinchi ayol bu sen opang. Ahmoq bo'lish kerak edi, odam degan ahmoq bo'lish kerak edi. Bunaqa narsani qilish uchun odamda fikrlab, o'ylab ko'rish kerak. Bo'ldi, asabiylashib baqiravermang, bolaga yomon ta'sir qiladi. Qanaqa bolaga? Ha, men bolaman hali. Bola oldimga tush. Keling, bitta trend olamiz. Aha. Guli kim? Guli? Qanaqa Guli? Gulidan SMS keldi. Ha, keladi-da. Nima keladi Gulidan SMS? Guli sana dugoni emasmi? Ha, meni dugonim nima sizga yozyapti? Nima menga yozadi? Telefon saniki-ku. Ha, voy.